Ko'z osti uchun sizlarga patchlarni reklama qilib beraman. Buni oxirigacha ko'rishingiz shart, chunki ko'pchilik ko'z tagida anaqasi ajinlari ko'p bo'ladi, kuchli bo'ladi. Eng ko'pchilik kremli ishlatadi. Retinol ishlatsanigina effekti yaxshi bo'ladi, lekin retinoldan qo'rqadi. Qo'rqadiganlar uchun sizlarga mana shunaqa ikkita patch. Bu patchni ko'pchilik ishlatishni bilmaydi. Ishlatishni bilmaganlar uchun, sizlar uchun buni ishlatishni to'liq o'rgatib beraman. Buni har kuni kechqurun qoldirmasdan qo'yishga majbursizlar, qo'yasizlar. Buni qanaqa usulda qo'yish kerak? Buni ozgina muzli joyga olib chiqib qo'yib, muzli joy bo'lmasa xolodilnikga 5-6 minutga qoldirib turib, keyin ko'z tagiga qo'yasizlar. Unda o'sha kunda bu zo'r rezultat beradi. Ko'zim tagida ko'zim shamollab qoladimi degan savolga javob beraman. Yo'q, shamollab qolmaydi. Bu shunga mo'ljallangan bo'ladi. Ichidagi suvi, ichidagi ampulalari shunga mo'ljallangan bo'ladi. O'shaning uchun ko'z tagiga buni muzlatibroq qo'yish kerak bo'ladi. O'shanda ko'z tagidagi ishlarni, qorayishlarni ham, ajinlarni ham, chuqur chiziqlarni ham oldini olib berishga yaxshi ishlaydi. Ikki xilini ko'rsatyapman videoda. Bunisi gyaluronkali, bunisi rozali, gulli bo'ladi. Ikkalasi ham vazifasi ajinlarga qarshi ishlaydi. Ichida 60 ta bo'ladi, jufti bilan 30 ta. Sizlarga 30 kunga yetadi. Juda ham zo'r patch qizlar. Medipil men yaxshi ko'rgan brendlardan bittasi. Sizlar agar buni originalini olsanglar, Medipil juda ham yaxshi brend. Ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'z ostida, ko'z tagida ajinlari bor qizlar sizlarga yaxshi yordamchi. Buni xohlasanglar makiyajdan oldin ishlatinglar, xohlasanglar kechqurun qo'yib, o'sha qo'ygandan keyin qancha minut turish kerak degan savol aytgancha qizlar, qo'ygandan keyin 20 minut, 15 minut uzoq ushlab turishingiz kerak. Keyin olib tashlaysizlar, lekin undan uzoq ushlab olmanglar. Prям yarim soat, 1 soat yoki qo'yib uxlab qolish, unaqalar bo'lmasin qizlar faqat. Shu shunaqa qilib ishlatsanglar bo'ladi. Keyin buni bir xilla mana bu kulganda tushgan ajinlar bo'ladi. O'shunaqa joyga ham patcha qo'yib ko'rsanglar bo'ladi. Unga ham yaxshi ishlab beradi, faqat ko'z osti uchun emas. Bu bir xillarni terisi endi hammaniki har xil. Bir xil patchlar bor, kuchsiz patch bo'ladi. Ular faqat ko'z tagiga mo'ljallangan bo'ladi. Chunki ko'z ostidagi, ko'z atrofidagi terilar juda ham yupqa bo'ladi. O'shaning uchun ko'z ostiga yaxshi ishlasa, yuziga ishlamasligi mumkin. Hamma patchlar har xil. Lekin yuzga mo'ljallanganlari ham boshqa bo'ladi, ko'zga mo'ljallanganligi ham boshqa bo'ladi. Bularni qo'yib ko'rsanglar bo'ladi. Bitta proba yuzga ham qo'yib ko'rsanglar bo'ladi, lekin asosan bu ham ko'zga mo'ljallangan. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Zakaz berish uchun tagida nomer qoldiramiz. O'sha nomerga Telegramdan yozib zakaz berasizlar. 100% original koreyskiy mahsulot qizlar, Medipil Koreya mahsuloti, Koreya produkti.